Assalomu alaykum. Siz bilan bugungi dunyo yangiliklari. Ukraina-Rossiya urushi. Ukraina bugun Rossiyaga 500 dan ortiq dron bilan hujum qildi. Bu so'nggi bir yildagi eng yirik zarbalardan biri hisoblanadi. Rossiya havo mudofaasi uchun dronlarni urib tushirgan. Lekin Moskva va atrof hududlaridagi qurbonlar bor. Taxminan 3-4 kishi. Bir nechta hududlarda uylar va aeroportlarda zarar qayd etilgan. Rossiya ham javob zarbalari bergan. Ukraina hududlariga yuzlab dron va raketalar uchirilgan. Urush hozir dron urushi bosqichiga o'tgan. Ikkala tomon ham uzoq masofali uyushsiz hujumlarga tayanmoqda. Yaqin Sharq va Eron atrofidagi vaziyat. Eron va G'arb davlatlari o'rtasida keskinlik davom etmoqda. Neft yo'llari va Hormuz bo'g'ozi atrofidagi xavotirlar global iqtisodga bosim qilmoqda. Diplomatik muzokaralar bor, lekin hali aniq yechim yo'q. AQSh va katta davlatlar siyosati. AQSh Rossiyaga qarshi iqtisodiy bosimni kuchaytirish uchun ayrim neft bo'yicha yengilliklarni bekor qilgan. AQSh, Xitoy va Yevropa o'rtasida ham siyosiy raqobat kuchli.